Ana Said aka. Ana aka. Bo'ldimi G'iyosibda? Bo'ldi. Xudo xolisa tiq etgan ovoz eshitdingiz. Baraka toping. Nima bo'lgan ekan o'zi? Aka, raspidvalni shekasi ketgan ekan. Sinib ketibdi aka. Shunda qopqonni ochdim, ko'rib qoldim yaxshi. Ming rahmat. Men ham sekin bora qolay endi. Operatsiyam bor edi, telefon qo'yotishibdi. Said aka, bitta savolim bor, agar ko'nglingizga olmasangiz. Xo'p, ukam, bemalol. Nito tushunmasangiz aka. Xo'p, aytingchi. Mana qarang aka, siz xirurgsiz a? Aha. Odamlarni yuragini operatsiya qilasiz. Xo'p. Men ham mashinani yuragini operatsiya qilaman, ya'ni motorni ochaman. Ishimiz pashti bir-biriga o'xshaydi. Lekin sizlarga katta haq to'lanadi. Yaxshi pul olasizlar, aka. Bizga aka arzimagan pul berib ketishadi. Ayting aka, sababi nimada? G'iyosibda ukam, agar qo'lingizdan kelsa, mashinani motorini o'chirmasdan turib ta'mirlab beringchi. Salomat bo'lasiz ukam. Men bora qolay ishimga.